Agar qalb Allohning zikridan, ibodatidan uzoqlashib qoladigan bo'lsa, egasi buni taftish qilib turmasa, musaffo qilib poklab turmasa, albatta egasini turli ma'siyatlarga, gunohlarga ham yetaklaydigan mana shu qalb bo'ladi, muhtaram jamoatlarimiz. Shunday islom tarixida qalbi safo bo'lgan, musaffo bo'lgan zotlar o'tdi, hayotlaridan ko'p misollar keltirilgan. Ashraf Ali Tahonaviy degan zot bo'lganlar. Shunaqangi bir maqomga yetgan ekanlarki, xatolarini qalblarini ichidan ovoz chiqargan, quloqlari eshitirgan. Bir ishlari noto'g'ri bo'layotgan bo'lsa yoki boshqa holat bo'lsa, qalbdan sado chiqargan va o'zlari eshitirganlar va o'sha xatolari bo'lsa agar to'g'rilab olar ekanlar. 1,5 mingta kitob yozganlar bu zot. Qur'oni Karimga ham tafsir yozganlar va mana shu tafsirni yozishlik arafasida ekanlar, shoshilib uylaridan madrasaga chiqib ketayotgan paytlarida ayollari qafasdagi qushlaringizga don suvlarni berib qo'yib chiqib keting degan ekanlar. Tafsirni hayolida, ya'ni tafsir yozishlikni hayolida eslaridan chiqib madrasaga chiqib ketavergan ekanlar va u kishini yana bir karomatlaridan ekanki, ko'p ulug' shogirdlar yetishtirganlar. Shogirdlari aytadilarki, birlari mana shu gunohkor ko'zlarim Ashraf Ali Tahonaviy rahmatullohi alayhi ustozimizni kitob yozayotgan paytlarida, ya'ni nazar solsalar qalamlari tikka turib, u kishini qalblariga kelib turgan satrlarni yozar edi deydilar. Qalam o'zi tikka turib yozaverar ekan. Ana shu kuni keldilarda tafsirni yozay deb qalamga nazar solsalar, qalam qimirlamagan. Hech qalblariga ham bir ilhom kelmagan. Oxiri qalblaridan haligi karomatlari bo'yicha, ya'ni o'zlarini xatolari, o'sha uydagi qushlarni don suvini bermaganliklarini qalblaridan ovozni eshitdilar. Qarang, darhol turib shoshilib uylariga boradilar va don suvlarini berib, yana qaytib kelib o'tirib qalamga qarasalar, qalam tikka turib Allohning oyatini yozadi. Shu navbati kelgan oyat ham va ashiruhunna bil ma'ruf, ahli ayollaring bilan chiroyli hayot kechiringlar degan ma'nodagi oyatga kelgan ekanlar. Shu oyatni tafsiriga kelgan ekanlar. Qarangki, bu zotlarning ibodati, ilmiga amal qilishligi, taqvosi va o'sha oilalarida ham ularni marhamatli bo'lganliklari, mehrli bo'lganliklari mana shunday bir maqomlarga yetishliklariga sabab bo'ldi.